Hamma narsa uchun uzr. Men kelganimdan beri u yerga qarashni to'xtatding. お前に任せた形になっちまって。 Oyamada ketgan va Miroka bilan band. Bu yaxshi. Mendan buni qilishni so'raganini eslolmayman. Va men baribir bu yo'nalishda ko'p ishlamaganman. Sen hech ham o'zgarmagansan. Hey, Hiraka, sen hech narsa bilan shug'ullanmayapsan, shunday emasmi? Kel, arkadaga o'taylik. Yo'q, Hikara men bilan mashg'ulot o'tkazmoqchi. Chunki men qilmadim. Siz bo'lishingiz kerak edi. Kechirasiz bolalar. Men bugun bir joyda bo'lishim kerak. Xayr. Sen kamon klubiga borasanmi? Yo'q. U har doim jang qilishni yomon ko'radi. Shuning uchun men undan xavotir olardim. Ammo u o'zini tutib olganga o'xshaydi. Bu haqiqatan ham sening ukangmi? Nima demoqchisan? O'sha kuni men ko'chirish uchun hujjatlarimni tugatishim kerak edi. Shuning uchun men o'zim katta bo'lgan Suzukaze bolalar uyiga tashrif buyurdim. Tashrifimdan keyin rejissorning tabassumini ko'rib yengil tortdim. O'shanda men nostalgik suhbatimiz borligini bilmasdim. Keyinchalik menga juda ko'p muammo tug'diradi. Ukangiz keladi. Sizga qarayotganim uchun rahmat aytganda, rostini aytsam hayratda qoldim. Yangi oilangiz bilan ishlaringiz yaxshimi? Xo'sh, Bu albatta yetarlicha yaxshi ko'rinadi. opasini o'g'irlab ketgan aka uchun yaxshi. Men bu hech narsa emas. Yaxshi ishlayotganingizni ko'rganimdan xursandman. Va maktabda ishlar qanday? Siz qizlar maktabiga o'tmoqchi edingiz-a? Ha, xo'sh, bu juda qiziq. Mening bir nechta do'stlarim bor va biz doim janjallashamiz, lekin yo'q, men jang san'atini nazarda tutyapman. Men jang san'ati to'garagida qatnashaman va biz har kuni mashq qilamiz. Bu kabi. Biz bu yerda barcha bolalarga o'zini himoya qilishni o'rgatamiz. Lekin siz har doim boshqalardan ko'ra g'ayratli edingiz. Men edim. Albatta, bu uning ta'siri edi. O'sha bolani sen doim Onichan deb chaqirar eding. Onichan. Yig'lama. Yig'lama, mayli. Biror narsa bo'lsa, men seni doim Agar biror himoya narsa qilaman. bo'lsa, men seni himoya qilaman. Sen mening. Siz doim uning ortidan ergashar edingiz. Bu meni haqiqatdan ham qaytarib oladi. Onichan. Endi uning qanday ko'rinishini ham eslay olmayman. Ammo u jang qilishni yaxshi bilardi. Taqdirlangan odamlarga yordam berdi. Men u kabi kuchli bo'lishni xohlardim. Shuning uchun ham jang san'ati bilan qattiq harakat qilganman. Oradan biroz vaqt o'tdi. Kimdir meni chaqirdi. Va bu u edi. Uchalangiz ham kelasiz deb o'ylamagan edim. Bu kutilmagan holat. Mirako senpai bilan birga. 2-kurs, Lili sinfi, Rintaro Kira. Albatta kelamiz de. Bu xo'jayinimiz va 2-kurs boshlig'i o'rtasidagi yakkama-yakka jang. Bu qanday bo'lishiga qiziqyapman. Men urushmoqchi emas edim. Lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar, men rostini gapiraman.
Qachongacha bu harakatni davom ettirmoqchisan? Sen o'z shaxsingni yashirishingga hojat yo'q. Uning shaxsi unga nima qilibdi? Nima demoqchisiz? Sen Hikaru Onigashima emassan. Nega jim bo'lib qolding? Hammasini ochiqcha aytib tashlashimni xohlaysanmi? Agar shunday bo'lsa, men bunga qarshi emasman. Kira senpai. Sen Suzukaze shahridansan. Sening isming Nakayama. Nima haqida gapiryapsiz? Men Hikaru Onigashima'man. Buni nimaga asoslayapsiz? Agar biror narsa bo'lsa, men seni himoya qilaman. Chunki sen mening. Ular nima haqida gaplashganini tushunmadim. Jin ursin. Hey, Hikaru. O'zi nima bo'ldi? Hikaru, senga nima qildi? Agar biror narsa bo'lsa, men seni himoya qilaman. Chunki sen mening singlimsan. Sizlar bilan Anibaza ijodkorlari bo'ldi. Bizni kanalga qo'shilinglar.